Olamlarning sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga ba'zi sahobalar kelib arz qilishdi. Allohning rasuli, bizni xayolimizdan ba'zi bir narsalar o'tyaptiki, uni gapira olmaymiz. Uni gapirganimizdan sonra 7 osmonning ustidan qulab o'lganimiz yaxshi deyishdi. Haligi gapda gapirib bo'lmaydi. Ha, shunaqa bo'ldimi dedilar. Ha, shunaqa bo'ldi dedi. Ana o'sha iymondir dedilar. Zaka mahdul imani, ayni iymondir. Jumladan Hakimi Tirmiziy rahmatullohi alayh o'zini Odobul Muridin degan kitobida aytadilarki, inson tavba qilib, sidqi dildan ibodatga berilib, zokir bo'lib, halol pok bo'lib, juda shavq va zavq bilan demak o'zini qalbini poklashga urinib qolganda shayton talvasaga tushadi. Uni vasvasa qilishni boshlaydi. Vasvasa qilishni boshlaydi. Ana o'shanda haligi nimalar xayolga keladi. Chunki shaytonning faoliyati insonga nisbatan 3 qismga bo'linadi. Bir qism insonlar shaytonning malayi, shaytondan battari. Bu o'zimniki deydi. Mana ketyapman bundan, meni ham narsa qilib qo'ymasa edi deb tegmaydi unga. Bir guruh odamlar haligi vasvasa boshqa bosqichlardan o'tib, hech narsa ta'sir qilmaydigan bo'lib, sobit qadam bo'lib, qalbi munavvar bo'lib, iymoni mustahkam bo'lgan millionta shayton osilsa, ular hech narsa qilmaydi. Undan umidini uzadi. Borolmaydi. Mana ular izmidan chiqib ketyapti, o'rtada turganlar. Kechagina o'ziga o'xshab yuruvdi, bugun namoz o'qib qoldi. Rasoiylarda bola bo'luvdi, hammasidan tavba qilib, shaytonga, hay berdi. Mana shunga osiladi. Demak, shayton tushunib qopti buni. Qalbini poklazib, abror bandalarning qatoriga qo'shilib ketganidan. Shuning uchun talvasa qilib bunga osilar ekan. Payg'ambarimizni shu narsa iymonni aynidir degani, demak sizlarga shu vasvasa bo'lganda qo'rqib kelyapsizlarmi? Mana shuni o'zi iymon. Iymoninglar tozalanishni boshlabdi. Iymoninglar quvvat va quvvat bo'lishni boshlabdi. Sizlarning bu holatinglar shaytonning la'inni tashvishga solib qo'yibdi. O'tib ketadi bu degan.